Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Sizlarni diqqat bilan ko'rishlaringiz uchun bitta zo'r mavzuni ko'taryapman. Albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Layklarni bosib va kommentariyada savollaringizni albatta yozib qo'yinglar. Ushbu bugungi mavzu juda ham ko'p, millionlab Rossiyaga kelayotganlarni qiynayotgan bir muammo. Bu sertifikatdan o'tish jarayoni va sertifikatdan o'tgandan keyin patentga topshirish degani. Qanaqa bo'lyapti hozir bilasizlar, ko'pchilik sertifikatga topshirish uchun 1 oydan ko'p vaqt o'tib ketyapti, qayta ekzamen topshiryapti yo ekzamenda ochrati ko'p, imtihondan o'tish uchun itogi 1 oydan o'tgandan keyin bilasizlar, уже нарушение hisoblanadi, ya'ni yo kirdi chiqdi qilish kerak yo 10 ming rubl jarima to'lab keyin patentga podacha qilishga haqqingiz bor. Shuning uchun biza kuni kecha boshimizdan o'tdi, Astraxanda, Krasnoyarda reyd tadbiriga tushib qoldik va bizani отдел по вопросу migratsiya Krasnoyarsk rayoniga olib bordilar, 2000 rubldan jarima soldilar. Va ushbu nozik nuqtalarni sizlarga shu bo'lishib o'tmoqchiman. Mana shu savol javob berdim. Hammasi yaxshi. Krasnoyar rayonidagi o'sha ichki ishlar bo'limi, migratsiya bo'limini muomalalari ham juda ham go'zal. Bizani chet el fuqarolariga nisbatan juda ham qo'pol emas, yo bir so'kib, urushib, do'q qilib unaqa narsa bo'lmadi. Hammasi tushuntirildi, xuddi do'stona munosabatda. Hattoki yo'lovchilar ham u munosabatni ko'rib turib hech qanaqa nima deydi salbiy fikrda yo salbiy kayfiyatlar tushib ketmadi. Ular to'g'ri tushuntirdi. Agar dedi Rossiyaga kelayotgan bo'lsangiz, pasportingizda pasportni kontroldan o'tasiz, kelasiz. Pasportni kontroldan o'tayotganingizda migratsion qog'ozingizda sertifikatingiz bo'lmasa, sertifikatdan bir marta o'tishga, birinchi martadanoq ekzamendan o'tishga sizni ishonchingiz komil bo'lmasa, lutchi chasni qilib yozib kiring. Chasni qilib yozib kirib, sertifikat olganingizdan keyin rabotaga o'zgartirasiz. Bu yerda nima narsalar, nima uchun bunaqa deyilyapti? Rossiyaga kirganingizdan keyin rabota deb yozib kirsangiz ham 1 oy ichida ko'pchilik, juda ham ko'plik, bir necha yuz minglab fuqarolar 1 oy ichida patent ola olmaydi. Chunki sertifikatni ochrati 10 kun, 15 kun, 20 kunlab cho'zilib ketyapti qaysidir shaharlarda va imtihondan o'tishning imkoni yo'q. 1 oydan o'tgandan keyin podacha qila olmaysiz, 10 ming rubl jarima to'laysiz yo bo'lmasam kirdi chiqdi qilish kerak bo'ladi. Kirdi chiqdi deb borganingizda siz rabota deb yozganmisiz, 1 oydan o'tganmi, gay xodimlari to'xtatganda ham sizni jarima qilishga haqqi bor ekan. Bu narsani biz o'zimiz aytganimdek boshimizdan kechirdik va 2000 rubldan jarimani yozib berdi. Faqat sud bo'lmas ekan, ichki ishlar migratsiya xodimlarining o'zlari jarima yozib berar ekan. Bu prosta ko'proq vaqt ketadi. Har bir odamga 30 minut, 40 minutdan vaqt ketyapti. Bir dona o'sha jarima protokollarni to'ldirib, istoriyalarni ko'rgan vaqt ketadi har bir odamga. Shuning uchun chasni qilib kiringlar. Birinchi kirganlaringizda chasni qilib kirasizlar, sertifikatga topshirasizlar, bir martada o'tasizlarmi, ikkinchi martada o'tasizlarmi, keyin rabotaga o'zgartirasizlar. Chasni qilib ishlab bo'lmaydi-ku demoqchi ham siz. Bu savol avtomatik tug'iladi. Kommentariyada yana qo'shqa savollaringiz bo'lsa yozib qo'yinglar. Rabota qilib ham patent olmagunizcha ishlashga haqqingiz yo'q. To'g'ri, ishlab yuribdi ko'pchilik, prosta ishlashga haqqingiz yo'q qonun bo'yicha. Reyd davomida tushganingizda baribir yana jarimaga tushasiz. Shuning uchun lutchi chasni qilib kelinglar, qumlasiga tushmaslikka, politsiya xodimlariga tushmaslikka harakat qilasizlar Xudo xolasa sertifikatni olganlaringizdan keyin rabotaga o'zgartirasizlar. Bu juda ham hech qaysi menimcha hali hech qayerda aytilmagan gap. O'ylayman foydali bo'ldi hammaga. Mana shunaqa jarimaga tushmaslik uchun, shtraf otlaringizga yozdirmasliklaringiz uchun bilasizlar, shu ikkita shtraf yozsa o'sha 1 yil ichida deport bo'lishiga основание bo'ladi. Shu narsadan qochib o'tish uchun, obxod bo'lishi uchun harakat qilinglar. Что chasni yozib kirishga. Chasni yozib kirganlaringizdan keyin esa sertifikat olib, bemalol dalishi Rossiyada ishlash mehnat faoliyatlaringizni davom ettirasizlar. O'ylayman hammaga foydali bo'ldi bu narsa. Maksimal tarqatib qo'yishga harakat qilinglar. Mendan qo'limdan kelgancha mana shu narsalarni sizlarga yetkazishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. O'ylaymanki, keyingi videolarda yana shunaqa kerakli ma'lumotlar, informatsiyalarni olib sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz do'stlar. Ro'za tutganlarga esa Allohim o'zi kuch-quvvat bersin. Gunohlarimizni kechirishiga, kaforat bo'lishiga o'zlari nima deydi, Allohdan umid qilamiz va mana shu Rossiyada ishlab yurganlarni halol mehnat qilib, oila bola chaqasiga yutqazgan pullaridan barakali bo'lib borsin deyman do'stlar. Xo'sh, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda yana yaxshi yangiliklar bilan sizlar bilan uchrashamiz degan umiddaman do'stlar. Sog' bo'ling.